Kelinlar, meni eshitib qo'y. Ro'zg'or qilsam jannatga kiraman degan kelinlar. Erlik bo'lsam 100 ta obtov boshimdan nur sochadi deb o'ylagan xom xayollar. Yoki bo'lmasam birovnikiga borish faqat tug'ishdan iborat va erdi muhabbatiga sazovor bo'lishdan iborat deb sakrayotgan oq bilak kelinchaklar. Bilib qo'y. Oilani seni dadang ham yasagan emas, onang ham yasagan emas. Masalan, biz magazindan sotib olmaganmiz, kitobga qarab yoki bir chevarda kursida o'qib to'qib olmaganmiz. Oila seni yaratilishing qanday hech kimga ma'lum bo'lmagan sir va sinoat ilohiyotdan iborat bo'lsa, oila ham Alloh tuzgan uyushma. Bu muqaddas ostona. Bu yerga kirganda har bir bo'layotgan voqea bo'lish kerak bo'lgan voqea. Senga yomon qayna uchragan bo'lsa, sen shunga loyiq xomlik bilan boryapsan. Seni pishirish uchun atay bitta seni daqillatib miyangga urib turadiganga ro'para qilmasa, bu kelin hali berib pishmaydi. Jonim bolam, agar er ko'nglindagiday bo'lmasa, sen o'zing ko'ngildagiday ayol bo'lmay qolishing mumkin. Fe'l atvoring bor. Shuning uchun ozgina u yoqdan burovingni mahkam qilib qo'yadi-da, shuna qilib seni ayollik xususiyatlaring toblana boshlaydi. O'sha erbob bo'la boshlaydi. Oilada ro'para kelgan har bir ishnichi bu Xudodandir deb qo'y oldin. Bu dunyoda shaytonni mot qilish kerak-da. Bu dunyoda shaytonni lol qoldirish kerak-da. İnsanlar bir-birlarini ayashlari kerak. İnsanlar bir-birlarini sevishlari kerak.